Hammaga salom do'stlar. Sizlar Husnora Aslzoda kanaldasizlar. Bu videoni ko'rishdan oldin obuna bo'ling va like bosing. Mana men sizlarga aytgandim-ku, bu videoni ikkinchi qismi chiqadi deb mana zakaz qildirgandim. O'shanaqadan zakaz qildirdim. Mana qaranglar, rasmi xuddi o'shanga o'xshaydi. O'shanaqadan zakaz qildirdim. Boshqasini olib ko'rishni ham bilmadim. Lekin buni hali ochib ko'rdim. Mana o'shalar esladinglarmi? Mana shu videoni qaytadan ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Endi hozir stikerlarni sizlar bilan birga ochib ko'ramiz. Eng kattasi ana u bo'lgan ko'k. O'sha paytda sal sig'may qolib ana bo'lgan ekanda. Ko'k. Kichkina bo'lib qolgan ekan. Bu safar ko'proq sukut chiqibdi-da, kesish sal qiyinroq bo'lyapti. Ham boshqalarda nimada zakaz qilgan paytda mana dedi, qaytishcha bo'lardi. Da. Bu ana kesilyapti. Bu yozuvga tegib ketmaslik kerak. Mana usiga ham orqasiga qaramabman-ku. Voy, orqasi. Manetini borku, bunday manetini ustida bunday qilib kichkinaroq qilib kesamiz. Hozir kesilaman. Mana kesib bo'ldik. Ana endi qog'ozchasini ko'ramiz. Qani? Kechagidan yaxshi qilinibdi lekin. Qog'ozchasi yo'qmi nima? Voy, to'xta. Ana kecha. Mana ekan qog'ozchasi. Do'stlar, bu kechagidan boshqacha. Mana. Eng kattasi, yana eng qimmatidan olibman. Aytdim-ku, men rosa qimmatidan olaman deb. Hozir o'zi ham qimmatidir. Eng kattasidan boshlaymiz. Bu nima bo'ldi? Mana manetlar olsa bo'lardi ekan. Ayo, bo'lmasa ekan u. Skuch bo'lsa kerak. Mana manetadan kesib ko'ramiz. Skuch bo'lsa kerak. Kesib ketadi. Xuddi o'shanday. Qanaqa? Bu siyoh rangisi ekan. Bu siyoh rangidan zakaz qilibman men. Tak, ana o'sha pishdi-da. Hozir bunisi siyoh rang. Opam yoqtirgani siyoh rang. Buni bilsanglar kerak, ichiga narsalar qo'shish uchun. Ana qani ketdik, keyingi narsani ochib ko'ramiz. Qo'yilgan. Lekin bu ehtiyot bo'lish kerak, lekin kichkina kesib chiqadi. Agar o'zim kesib qo'ysam. Mana narsasi yopishib qoldi. Mana qaraylik. Mana naklikalar zo'r ekan. Wow. Mana birinchisidan sizlar qaysi biri yoqdi? Kommentariyaga yozib o'tinglar. Hozir yoqsa bo'lmasam ko'rsatamiz. Ana endi ikkinchisini. Ikkinchisidan qaysi biri sizlarga yoqdi? Mana uchinchisidan sizlarga qaysi biri yoqdi? Kommentariyaga yozib o'tinglar. Naklika chiqdi. Tak, kelsa. Mana buni ochamiz. Buni ochamiz. Hozir o'zim ochaman, to'xta. Olmay tur. Har doim mana birinib turadi. Mana chekkasini qoplashmabdi-da. Odam biladi. Hamma narsani beraman. Wow! Bunisi bu judayam siyohlar ekan bunisi. Bu ham santimetr.
Menga borku uchinchisidan qaysi biri yoqdimi? Mana bunisi zo'r ekan. Lekin Atspir вот это да. lekin kechasi sanameda naklikalarda bitta kupaniligi bor edi-ku. Sizga o'sha yoqib qoldi. Ko'ramiz. Mana qisqich. Ana endi buni ochib ko'ramiz. Nima qilib olsa bo'larkan? Ну нет. Da, oshinchasini endi. Tak, bittasi qoldi. Mana shuni narsasida. Bunisi boshqacha ekan. Bunisi Boshqacha. usti nimaga yaltiramayapti? Bunisi boshqacha ekan. Ana, kechagisi yurakchalaydi-da. Bunisi ustida plyonkasi bor ekan. Hozir olib ko'rsataman sizlarga. Mana bu g'anami ko'rinyapti. Keyin mana o'zining narsasi. Kechagini ham narsasini tiqolmadik. Ana usiga. Mana hozir sizlarga ichiga tiqib ko'rsataman. Tiqib ana naklikasini yopishtirib qo'yaylik. Ertaga men sizlarga hammasini qanday yopishtirishimni ko'rsatib o'taman. Kommentariyada yozinglar qachon yopishtirasizlar. Ну, agar mana shu videomiz 1 millionta like olsa, men sizlarga bloknotimning ichida nima borligini ko'rsataman. Hozir bloknot. Tezroq подписаться, лайк bosinglar va колокольчик bosinglar. Mana shunaqa ustiga keyin naklika yopishtirib qo'yapti. Va mana hozir men sizlarga Do'stlar, qaranglar, buni unga ilib qo'ysa bo'ladi. Ana mashina oynasiga ilib qo'ysa bo'ladi. Mana hozir men sizlarga mana uni ichiga taxlab ko'rsataman. Va mana taxlab chiqib bo'ldik. Ana endi buni solib qo'yamiz. ustiga solib qo'yamiz. Va mana siz bilan Husnora va Aslzoda bo'ldi. Va bu videoni ko'rib obuna bo'lib va like bosgan bo'lsanglar, judayam ajoyib. Va siz hozir bu videomiz bizni tugaydi. Hammaga xayr.